1938-yilda DC o'zining tarixidagi eng mashhur va eng kuchli qahramonini yaratadi. U esa hammaga taxmin qilganinglardek Superman va bu butun super qahramon janrini asoschilaridan biri hisoblanadi. Uning asl ismi Kal-El bo'lib, Krypton sayyorasidan Yerga kelgan begona mavjudot bo'ladi. Yer atmosferasi va quyosh nuri unga favqulodda kuch, uchish qobiliyati, super tezlik va deyarli yengilmas tanani beradi. Superman komiks tarixida umid, adolat va qahramonlik ramziga aylangan. U nafaqat kuchli qahramon, balki butun super qahramon madaniyatining asosiy modeli hisoblanadi. Oradan 62 yil o'tgandan keyin, ya'ni 2000-yilda Marvel Comics Sentry qahramonini yaratadi. Ismi Robert Reynolds bo'lgan bu qahramon tasodifan zardobni ichib yuboradi va natijada katta kuchga ega bo'ladi. U super qahramon singari uchadi, super kuchga ega va deyarli yengilmas hisoblanadi. Ular dizayn va konsept jihatdan ham mukammal super qahramon obrazini ko'rsatadi. Faqat Superman umid va ideal qahramon sifatida tasvirlansa, Sentry kuchli bo'lishiga qaramasdan ruhiy jihatdan beqaror. Uni kuchlari nafaqat dunyoni himoya qilishi, balki uni yo'q qilishi ham mumkin. Chunki Sentry ko'pincha o'zini qorong'u tomoni, ya'ni Void bilan kurashadi.